Assalomu alaykum. Dehqon akalar, yaxshimisizlar? Bugun 2026-yil 21-aprel sanasi. Alba navli qulupnoy hosillari. Shu 60 gram bo'lsa kerak. Hali to'lib yotgani yo'q hali bu. Mana hosillar yotsa, nima tagiga to'lib ketsa kerak buni. Hamma joyda, bitta joyda emas, naryoqlarda ham. Telefonim sal videoga xiraroq olar ekan. Endi boriga shukr, imkon qadar. Alba olaveringlar, oladigan bo'lsanglar, alba yaxshi ekan. Bitta ko'chatda o'rtacha 200 gramdan 1 kilogacha hosil bo'lyapti ba'zilarida. Hammasi 1 kilo emas u. O'rtacha shu 300 gram, 500 gram, 300 gram hisoblasalar ham yomon emas. Mana shu 46 sotix joyimizga, 42 sotix joyimizga 23 ming ko'chat ekkanmiz. 300 gramdan bo'lsa ham 20 mingtasi xudo bersa 6 tonna ekanda. Hozirgi paytda kecha mana 36 mingdan berdik. Quyuq suyog'iga. Bedana tuxumdan kattasi ketdi. Mana mashlar mana optinoga qo'shiladi mana mashlar. Ya'ni katta adbor ichida quyuq suyog' ketyapti. 36 mingdan berdik. Mana shu yerda mana 12 millionlik atrofida endi 100 ming, 200 ming bu yoqda sotildi xudo xolasa. O bitta uzumi 324 kilo uzdik. Bu bitta uzum undan oldin ham sotganmiz. Oldinda ichkarlarini ko'rsatsam. Faqat bitta joyda deganlar bo'lsa agar. Haqiqatan hosil yaxshi berar ekan alba. Alloh naryoqlarni ham ko'rsataman hozir. Kelar mana hozir o'yindan ko'rsatdim sizlarga hozir. Bunaqa kelib ko'rsatyapman. Poliyamiz o'rtasi mana shu. Poliyani o'rtasida mana shunaqangi hosillar. Shu nima 20 kilo, yarim kilo hosil bo'lsa kerak. Hamma joylar, bariylarda yotgan joylar yaxshi ko'rinadi, yotmagan joylar yaxshi ko'rinmayapti. Mo'g'lar ham tashasa hali bunday bo'lib, mana tashlagan joylar mana. Mana tashlagan joylari mana. Ana tashlagan joylari. Shunaqa ekanda. Alba yaxshi ekan, xudo xolasa, tavsiya qilsa bo'lar ekan.